Wusun nima uchun Subuyda nomli asarga biz eng yoqtiradigan palvon? Nima uchun bu mayli televiziya teatrini ko'rganlar, mayli kitobni o'qiganlar Wusun hammadan bak amra. Mayli 7 yoshda 70 yoshgacha, mayli o'g'illar, mayli qizlar nima uchun Wusunni shuncha yoqtiramiz? Yo'lbos o'ltirgan Batur Wusun, Wusunning jambozlik maharati undaqda zodi qanchalik ustun. Butkul Subuyda bu yer 108 palvonning ichida buning maharati nechinchi ratga payg'ambanda nechinchi o'ringa tizlalaydi Wusun. Unda keyin qarasak Wusunning ishlatadigan jang quroli nima? Eliqi Shuhua Bintiyado, ya'ni qor ushqining qo'shqil ishlatadi. Bu qo'shshamchar zot qanchalik esil shamchar. Wusun bu asarda qancha raqib bilan tutishib, ularni yer ishlatdi. Keyin yo'lbosni o'ltirib Yangu naisda 105 bo'lgandan keyin bu yerdagi Panjilyanning ezishida, yo'ldan chiqishida Wusunning bir ta'siri bormi? Yoki barcha guna faqat mush Panjilyandalanmi? Undaqda aks Vudalan o'lgandan keyin bu yerdagi Wusun Panjilyan bilan Shiminchongning bu dilosini qanday ustalik bilan, qanchalik moyillik bilan hal qildi. Subuyda nomli asar chiqib 600 yilda yoki hozirgacha Panjilyan degan ismning o'zi bir buzuq ayol tapdan chiqqan, axloqsiz degan bir nom bilan barobar bo'lib keldi. Amaliy tarixda o'tgan Panjilyanmi haqiqatan shunday axloqsiz tapdan chiqqan ayolmi? Bu amaliy tarixdagi Vudalan bilan Panjilyan zodi qanday o'tgan? Shinaya bizni 600 yilda yoki aldab keldimi? Undaqda Wusunga Panjilyanga nisbatan barliq savollarning javobini men 20 minutlik bir zopin tayyorlab ostida ulanib qayirib qo'ydim. Nayt parcha pulingizdan bir ko'y necha ming xashlablar setib olib ko'ra olasiz. Hamda ma'lum necha vaqtdan qo'rqash bir 3-4 minutlik zopin emas, biroq 20 minut setib olib to'liq ko'rib bo'lgandan keyin shu bir ko'y necha ming arzimamga his qila olasiz. Ondan mush filmni sizmi boshqalar funksiyon qilib setib, sizmi belgilik pul topa olasiz. Biroq buni boshqalar qanday setib, qanday pul topmaydiganlar menga ayrim session qilsanglar o'rgatib qo'yma.